Всем ассаламу алейкум. Звезды октагона в самолете. У нас полет. Assalomu alaykum barchaga. Ramazon muborak bo'lsin. Kamilga ham sog'lik tilaymiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Hammasi chiroyli bo'lishidan umid qilamiz. Shu legenda. Assalomu alaykum. Senga cho'tan Ramazon muborak. Noy Karol o'sha Almataga yo'l oldi. Karol. Вот Samolyotda tushib tashlaysizmi? Balandligi 107 ming fut. Iltimos xavfsizlik vositasi namoyish qilishingizni e'tibor bering. Дамы и господа, мы выполняем Вот Карол, вот Карол. Королева. Время полета Мальчик. высота полета 37 тысяч футов. Пожалуйста, обратите Летим. Мы в полете. внимание. Октагон bugun sport batash. Barchaga assalomu alaykum. Ushbu videoni qo'ldan kelgancha reaksiya qilamiz. Oxirgi video bo'lishi ham mumkin, to'g'risi. Ko'zimga yetib qoldi. Chunki mantrashayotgan odamlar juda ham katta qo'shtirnoqchidan mafiya deymizmi, juda ham bir qudratli odamlar. Xullas, Octagon Ligani navbatdagi press konferensiyasiga Almataga chaqirishdi. Kerak emas, men kelishmaydigan odamlar ko'p. O'zbekistonda bo'y bo'ladigan bo'lsa, men tayyorlanib qo'ya qolaman desam, xavfsizlik choralarini ko'rishga va'da bergan holda sultan chaqirdi. Keldik o'sha To'xtar bilan so'rashayotgan paytim Najdan ketib qoldi, ajratayotganda ahranalar ham chekkaga tortib, "Ne sen bizni bolalarga sakraysan, ne sen zo'rmisan, yo bu yoqda turib gazovat qildi." Endi Qozog'istonda можно shekilli boshqa davlat fuqarolarini bunaqa qilib so'kinib, haqoratlab, bemalol gazovat qilish. Bilmayman, bu videoni balki oldirtirib yuborar mendan bular, balki meni o'zimni bir yoqli qilib yuborar, yotib qilib yuborar. Prosta mana shu videoni chiqarib qolayotganimdan men xursandman. Bunaqa holat 4-5 marta bo'ldi-da. Mana oddiy misol Arnur Kabduldayev uxlab qolganda ham o'sha Iranisga vizit tashiyman deganimda Nuradin chekkaga tortib turib, "Idin-na" deb turib arenadan chiqarib yuborgan holatida ham chiqdik, ketdik. Endi video chiqaraman deganimda bari iltimos qildi, yalinib keldi. O'sha yerda keyin besh olindi. To'xtarda oxirgi bo'yida ham face to face ga chiqishim kerak edi men. Esdan chiqdi u. Zachем esdan chiqadi? Men 3 kun ketgan vaqtimni boshqa davlatda kim qaytaradi? Nega hurmatimiz yo'qmi shunchalik deganimda ham, "Ya, brat" deb turib o'shanda ham iltimos, "Xo'p, endi bugungisi oshib ketdi." Unaqa holat juda ham ko'p bo'lgan, to'g'risi. Hammasini po faktu o'qib O'zbekistonga esolaman. Tirik yetib oladigan bo'lsak, xudo xolasa qo'yamiz. Mana o'zimizda MMA federatsiyasida Hasan F bor, Hoji Akbar aka bor. To'g'risi O'zbekistonda boshqa ligalar hech qaysi turnir qila olmayotgan vaziyatda Octagon liga qildi. Endi bularda pul ko'pligi uchunmi, bular katta mafiya bo'lgani uchunmi, to'g'risi men hayronman. Mana shu O'zbekistonda turnir bo'layotganda o'sha odilona to'g'ri hakamlarda qolaversa o'sha hamma narsa adolat bilan bo'lishida mana shu narsalarni qayta bir ko'rib chiqishingizni iltimos qilgan bo'lardim, to'g'risi. Men hayronman, nima Qozog'istonda mo'jnami? Liboy talpa qilib yuborishi yo O'zbekiston fuqarosini ular bir tiyinga olmaydimi? Men to'g'risi hech narsani tushuna olmayapman. Men shu vaziyatda to'g'risi yordam berishingizni, to'g'ri ko'rib chiqishingizni, kerakli odamlar ozgina bo'lsa ham aloqaga chiqishini men xohlardim. Men bir o'zimman. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Ana Adilxon o'zining Instagramida hali межнационалканы qo'zg'ab alik bo'layotir. Adilxon, men sana aytarim, какой-то sen uchun и какой-то men uchun екі халық бір-бірімен қырылып, ұрысып, қылыспайды. Есіңе сақтап ал. Өйткені өзбектерде қазақ достар бар, қазақтарда өзбек достар бар. Бізде қандай тарих бар, баяғыдан келе жатқан достығымыз. Сен үшін и мен үшін бұл достық ажырамайды. Сол үшін сен үйтіп межнационалканы қозғап әуре болмай қой. Достарыңа айтып, тиктокерларға анан салыңдар, мынаны салыңдар, ол маған бүйтті, сөйтті. Бірақ шапалаққа бола. Ито ол шапалақ не үшін ағанын білесің сен. Бұл нәрсе маған и саған ғана қатысы бар. Болды. Соны біз сентябрьде шешеміз. Сентябрьде Ташкентте турнир болады. Мен поезд алып келем. Сол турнирға. Конға қоям осы поезді. Сол кезде сенде осы поезд алатын мүмкіндік болады. Так что сен лучше дайындал. Жақсы бой өткізейік. Кім мықты сол алсын.